Assalomu alaykum. Mana Xudo xohlasa, kecha boshlagan ishimizni bugun tugatdik inshaalloh. Kecha ko'rsatdim sizlarga. Mana bu yerda ochiq edi. Shuni o'rtasiga davor qo'yib, ikkita chekkadan amlanishni qo'yib yopib yubordik. Xudo xohlasa chiroyli chiqdi. Taylari ham ketdi, uni paroylarini ham oldi, tomonlarini. Buni arqa tomonida hammomni kafeli baland ekan. Buni shunda uyda egalari o'zi kafilchilar gabirasini qilib kafil qo'yib yuborishadi, bo'ldi shu bilan. İşimiz tugadi. Iloji yo'q, tepasini ham ulab qo'yib yubordik. Kafeli juda tepadan kesilgan ekan. Mana shunday qilib yopib berdik. Mana bu brachning kirib qo'yadigan joylar. Ichki tomoni. Mana u ham yo'q edi. Plastigi o'zimiz uni ham qo'yib yubordik. Davom ettirib. Tay. Oshxonani eshigi ekan bu. Endi bu ham guloqlar qo'yishdi. Ko'pchilik oynalar qo'yib qo'yardi. Endi guloqlar qo'yishdi. Endi ko'cha eshigimiz kecha qanaqa holatda edi? Buni qilib yopib yubordik. Davor chiroyli qilib. Chiroyli bo'ldi. Plintuslarni olib qo'yganmiz. Sababi burchaklarni topolmadik, ko'chirib qo'yganmiz. Uni ustalari bor ekan, o'zlari kelib ustalar kesib qo'yib yuborishadi. Oshxona bunisi ekan, bu tomonda ekan oshxona. Bunlarga oshxona bo'ldi. Qilgan ishlarimiz mana shular. Hammaga assalomu alaykum. Keyingi videolarni chiqarishga harakat qilaman keyingi ishlarda.